Rasamızga buyruq bo'lsa to'g'ri itoat qilaylik. Qur'oni Karimda bizlarni madhiyasi to'sgan narsalardan o'zimizni ehtiyot qilaylik. Qiyomat kunida o'qigan, eshitgan Qur'onimizni ya Robbim shu payg'ambarga hujjat qilgin. Zararli hujjat bo'lishdan o'zing saqlagin. Hammamizni ham umid bilan tarbiya qilingan farzandlarimizdan, nabiyalarimizdan shu qorakamiz singari ahli Qur'on, ahli ilm, ahli mufassir, olimlar kishida Alloh rahmatiga nasib eylesin. Ana shu masjidni qurib, sizlarga Allohning uyini bergan kishilarga Alloh uzoq bersin, o'tgan ota-onalarga Alloh rahmat qilsin. Yerda shu masjidda imomlik qilgan bu birodarimiz Ramazonda kimki masjidga hissasini qo'shib, amri ma'ruf qilgan bo'lsa, Alloh taolo qiyomat kunida yuzini yorug'sin, jannatul firdavsdan Alloh nasib etgan bo'lsin. Bi rahmatika ya